Siz qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Qalaysiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Siz sog'lig'ingiz yaxshimi? Kesarı dersini sürüp günler. Hacılara varıp, hacata, hacıya o günler. Keling. Sen otur orada. Jamoat keling. Yani kolların soğutsun, hürmetelerin soğutsun. Bundan peşinelerin kulu olsun. Asıl isteden şimenler. Sağlar gelin. Pervada diyeceğim, Allah sağlar yurtsun, hızırbancılıklar olsun. Yolu Abdurrahman Piri kullar olsun. Nozim aka o'qib ber. Mikrofonda Hozir keling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bujon 100 yoshga bugun to'lar ekansiz bu yil. To'g'risi juda ham quvonchimiz cheksiz sizga. Endi qabiyimdan. Ilohim aytganingiz kelsin va viloyat hokimimizni tabriknomalari bor ekan sizga o'qib eshittirib beraman. Hurmatli Hafiza aya, siz uchun tabriknoma. Sizni 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etamiz. Siz urush yillarining eng og'ir sinovlarida ortda turib, sabr, toqat va matonat bilan yurt ravnaqi yo'lida sidqi dildan mehnat qilgansiz. Bugungi tinch va farovon hayotimizga qo'shilgan ulkan hissadir. Sizni hayotiy tajribangiz, sabr bardoshingiz va ezgu ishlaringiz barchamiz uchun ibratdir. Sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, xonadoningizga fayzu baraka, sihat va salomatlik tilab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin aya deb qo'yganlar. Sovg'alar ham barakalla topshirib qo'yapti. Allah saqlasin. Yurgan yo'llaring mo'l olsin. Aniqlarning sog' Va bo'lsin. sizga chiroyli qilib sovg'alarni olib beraverlar. Olib beraverlar. Ularning umri bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Bitta duo. Avvalambor şeyga yig'ilganlar hammalariga rahmat, onamga hurmat qilsin. Ilohim amin. Avvalambor prezidentimizga shunchalik sharoitlarni yaratgan, shunchalik hurmat qilganligi uchun yurtboshlarimizga rahmat, hokimlarimizga rahmat, viloyat hokimlariga rahmat, shunchalik hurmat qilib kelishibdi enamda yoshlardan hammalaringga bersin, umrlaringga, rizqlaringga Alloh baraka bersin, ishlaringga rivoj, omad bersin, hamisha bosgan qadamlaringga hasanat bersin, yurgan yo'llaring mo'l bo'lsin, topganlaring pul bo'lsin, topganlaring to'ylarga, yaxshiliklarga, hojalarga ro'zi nasib eylesin, hammalaringga rahmat, xush kelibsizlar xonadonimizga. Amin. Ve Rabbil alem ve ya hayr nasirim rahmetka ya erhamer rahimin. Yaşarda hüsnâ Siz yoshingiz yetib Bo'pti. Rahmat kelganlar. Mana xursandman. Nima xursandman? Elhamdülillah Xudoga şükür, Xudoga nimetler şükür barım her. Bollar.